Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Ana bugun biz Asakarank tomonidan bir kontur, bir maqsad tamoyili asosida dastur asosida amalga oshayotgan uzum maydonlaridamiz. Ushbu uzum maydonlari Toshkent viloyatining Parkent tumani Istiqlol MF hududidagi konturlarda yetishtirilib kelinmoqda. Bu yerda 12 ta kontur bo'lib 11.50 tur 11.46 12.18 12.32 va hokazo shunaqa konturlardan iborat bo'lib 35 ta dehqon xo'jaligidan iborat bo'lib 12 ta konturda. Bu joyda asosan ekiladigan uzum navlari rizamat, asosiy rizamat uzumlari tashkil qiladi. Yer maydoni jami yer maydoni 13.7 gektar tashkil qiladi. Rizamat toifadagi uzumlar yetishtirilib keladi. Hozirgi kunda Asakarank tomonidan ushbu loyihalar moliyalashtirilishi kutilmoqda. Dehqonlar bilan gaplashib, ularga tegishli muammolari, takliflari va yordamlari eshitib kelinmoqda. Ularga bank tomonidan tegishli homiylik yordamlari, kreditga ehtiyoji bor dehqon xo'jaliklari kredit mahsulotlarini yetkazib berish bank tomonidan, Asakarank tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda mahsulot yetishtirish uchun asosan Oltiariq Agrostar MChJ biriktirilgan. O'sha Oltiariq MChJ tomonidan nima deydi, kimyoviy dorilarmi yo boshqa tegishli uzumga kerak bo'lgan barcha yetishtirish davomida zarur bo'ladigan mahsulotlar Oltiariq Agrostar MChJ tomonidan yetkazib beriladi. Bu yerdagi loyihamizning umumiy qiymati 1.450 millionga to'g'ri keladi. Yetishtiriladigan mahsulot 275.2 tonnani tashkil qiladi. Shunda yillik jam daromad 4.128 millionga to'g'ri keladi. Shunda o'rtacha dehqon xo'jaligi bo'ladigan bo'lsak, har bir dehqon xo'jaligi daromadi 110-120 milliongacha to'g'ri keladi. Hozirgi kunda ushbu uzumlar endi qish mavsumidagi ko'mish yopilgan joylardan usti ochilgan. Hozirgi kunda bu yerdagi uzumlar mana o'z ko'rib turganingizdek hali barg ham chiqarmagan. Endi usti ochilgan. Chunki bu yer eng usti qismlari hisoblangani uchun havoni salqin bo'lgani sabab hali barg chiqarishga ulgurmagan. Endi ochilib mana simlar tortilib, simlarga taralib kelmoqda. Bu joylar Asakarank tomonidan doimiy ravishda nazoratga olinib, dehqonlar bilan birgalikda ishlash nazarda tutilgan.